qo'shma bo'lgan. E'tiqoddagi munofiqlik va amaldagi munofiqlik. Amal munofiqun faqat ala qismayni deydi. O'shanday maqsadda. Munofiqlar ikki qism edi. Toifatun minhum yaquluna bi alsinatihim la ilaha illalloh muhammadur rasululloh. Bir toifa munofiqlar kalima tavhid aytardi. Va qulubuhum mutma'innatun bil kufr. Lekin qalblari kufrga itminon qilgan. Xotirjam kofir. Va yuzmiruna al-juhud as-sif fi anfusihim. Ular o'zlarining ichida ochiq-oydin juhudni, ya'ni inkorni zamirlarda yashirardilar. Ichida ochiq-oydin inkorlari bor edi lekin. Izbor degani yashirin qilmoq, yashirin qilardilar kufrlarini. Ya'ni inkorlarini qilardi. Qala Alloh taala sirf degani ochiq-oydin. Faqat degani ichlarida faqat kufr bor, xolos. Sirf. Qala Alloh taala fi haqiq ana o'sha munofiqlarning haqida keyin Xudo munofiqlar do'zaxning eng past tabaqasida degan. Va toifatun dakhalu fil islam ma'a zu'fin fihi. Ikkinchi toifa munofiqlar bor. Ular islomga kirgan. Ular ichida ochiq-oydin kufr bor emas edi. Ular islomga kirgandi, lekin ma'a zu'fin fihi. O'sha islomga kirishlikdagi zaiflik bilan birga. Endi zaif bo'lib, ishonsa ishonmaydi degan. Shak bor qalbida. ظاهر النفاق العملي فمنهم من يعتقد موافقة قومهم إن ثبت القوم على الإيمان ثبتوا وإن رجع القوم إلى الكفر رجعوا ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق وراء اللذات دنيوية دنيئة بحيث لم يزل في قلوبهم مكانا لحب الله وحب رسول رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من تملك قلوبهم الحرص على المال والحسد والحقد ونحو ذلك من الرذائل بحيث لم يبقى في قلوبهم محل لحلاوة الابتحال والمناجاة ولا لبركات العبادات ومنهم من انغمسوا في شؤون المعاش واشتغلوا بها حتى لم يبقى لديهم فرصة للاهتمام بأمر الآخرة ولترقبها وللتفكير فيها ومنهم من تخطر ببالهم ظنون واحية وشبهات رقيقة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغوا إلى أن يخلعوا ربقة الإسلام عن عنقهم وينفضوا أيديهم منه بتاتا. مظاهر نفاق العمل mazharlari, ko'rinishlari. Ikkinchi qismdagi munofiqlik bor-ku, zaiflik, islomga zaiflik bilan kirganlar, nifoqul amal mazharlari, ya'ni nima deydi? Shakli deydimi? Shakli, ko'rinish. Haminhum o'sha munofiqlar ikkinchi qism munofiqlar ichida man ya'tadu muvafaqata qawmihim. O'zini qavmiga, ya'ni munofiqlarning qavmiga muvofiqlik qilishga odatlanganlari bor edi. O'shalarga odatlariga ular muvofiq kelib qolgan. Insabatal qawmu ala al-iman sabatu. Agar o'zini qavmi iymonda sobit tursa, ular ham sobit turaveradi. Va in raja'al qawmu ila al-kufri raja'u. Qawm kufrga qaytib, ular ham qaytib ketaveradi. Shunaqa munofiqlar ham bor. Yana bir qismi bor edi, man istavla ala qulubihim al-insiyaq wa ra'a al-lazzat ad-dunyawiyyah ad-daniya. Yana birlari bor ediki, ularning qalblarida dunyoni iflos, past lazzatlarning orqasidan payravlik qilishlik qalblariga g'olib bo'lib qoldi. Istavlo ala qulubihim g'olib bo'lgan ularning qalbidan al-insiyaq, payravlik qilish, ergashishlik va ra'a al-lazzat ad-dunyawiyyah ad-daniya, dunyoni past lazzatlarning ortidan. Bihayfi shu darajada ergashganki ular lam yazar fi qulubihim makanan li hubbillah. O'sha dunyoga ergashishlik ularning qalbida Allohning muhabbatiga joy qoldirmagan. Lam yazar lam yatruk fi qulubihim makanan li hubbillah. Allohning muhabbatiga birorta joy o'rin qoldirmagan. Va hubbi rasulillah sallallohu alayhi vasallam va rasulullohning muhabbatlariga joy qolmagan. Yana munofiqlar ichida bir qismi bor. Minhum man tamallaka qulubahum al-hirs ala al-mal wal hasad wal hiqd. Ularning qalbiga molga harislik, yoki hasad, yoki hiqd, adovat degan narsa qalblariga egalik qilib olgan. Tamallaka ala qulubahum, qalblarini egallab olgan. Va nahvu zalika min ar-razail. Shunga o'xshagan razil axloqlar egallab olgan. Bihaytu lam yabqa fi qulubihim mahallun li halawati al-ibtihal wal munajat. Shu darajada ularning qalblariga bu hirs egallab olganki, ularning qalblarida ibtiholga, yolborishga, yoki Allohga munojat qilishga
murojaat qilishni halovatiga, lazzatiga o'rin qolmagan. Wala li barakatil ibodat, ibodatning barakosiga o'rin qolmagan. Va minhum man inghamasu fi shu'unil ma'ash. Ularning ichida hayot ishlariga sho'ng'ib ketganlari bor, tirikchilikka. Washtaghalu biha. Ichida tirikchilik ishlariga sho'ng'ib ketganlari bor, washtaghalu biha, unga shug'ullanganlar. Hatta lam yabqa ladayhim fursatun lil ihtimami bi amri al-akhirati. Hatto ularning qo'lida oxirat ishlari bilan shug'ullanishga fursat ham qolmagan. Va li taraqqubiha va li tafkir fiha, oxirat haqida o'ylash, oxirat ishlarini muroqaba qilishga vaqt qolmagan. Va minhum man taxturu bi balihim zununun wahiyatun. Munofiqlarning ichida xayollarga turli-tuman zaif gumonlar keladiganlari bo'lgan. Va shubhatun rakikatun fi risalat nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarliklari haqida zaif shubhalari keladiganlari bo'lgan. Va illam yablughu ila an yakhla'u ribqatal islami an unuqihim. Agar ular gardanlaridan islomning ribqasini olib tashlashlikka yetib bormagan bo'lsalar ham, ya'ni musulmonlikdan butunlay kechib borgan emas edi, lekin shubhalari bor edi. Va yanfazul aydihim minhu batatan, butunlay qo'llarini undan yig'ishtirishga, qo'llarini silkitishga, qo'llarini qoqishga yetib bormaganlar, lekin shubhalari bor. سبب تلك الشكوك من جريان الأحكام البشرية على النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الملة الإسلامية في صورة سيطرة الملوك على أطراف البلاد وأمثال ذلك. منهم من حملتهم محبة القبائل والعشائر على أن يبذلوا الجهد البالغ في نصرتهم وتقويتهم وتأييدهم، ولو كان ذلك على مناواة أهل الإسلام ويضاعفون أمر الإسلام عند التعارض ويلحقون به الضرر. سبب تلك الشكوك في شكلان سبب الميل جريان الأحكام البشرية على النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم ularda bashariy ahkomlarni joriy bo'lish ularni shubhaga solib qo'yadi. Har xil odamlar payg'ambar bo'larmikan deyurardi, ham biz bilan bir xil. Va zuhurul millati al-islamiyyah fi surati saytaratil muluk ala atrofil bilad. Keyin bu islom dinining millatining zuhuri paydo bo'lishi, zohirligi atrof bilad, butun atrofdagi shaharlarga podshohlarning saytarati, podshohlarning saltanati suratida zohir bo'lgan. Ya'ni bu payg'ambar bo'lgan bo'lsa nima hammacha bosib olib qo'yapti degan shubha ularni mahqi. Boshqa millatdagi mana bizning kambag'allik bilan boshqa payg'ambarliklar masalan zohir bo'lgan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalomning bu islom millatining zuhuri dunyoga bosib olib, fath qilib turib oqtarishi bu podshohmi payg'ambarimizdagi shubhani paydo qilgan ularda. Mana qavamsol o'zlari shunga o'xshagan shakllar bor deydi. Va minhum man hamalatuhum mahabbatul qabail wal ashar ala an yabzulul juhdal baligh fi nusratihim. Munofiqlarning ichida shundaylari bordi. Hamalatuhum, ularni hamil qilgan, ya'ni ularni majbur qilgan qabilalarning muhabbati, ashoir oilalarini muhabbati nimaga majbur qilgan? Ala an yabzulul juhdal baligh, sarflamoqliklariga iloji boricha baligh quvvatlarini fi nusratihim, o'sha qavmlarning nusratiga. Ya'ni ularning ichida qavmini yaxshi ko'rishligi, tamomiy kuchini o'sha qavmiga nusrat berishga sarflab qo'yganlari ham bo'lgan. Qavmini muhabbat shunga majbur qilgan ularni. O'sha qavmiga nusrat berishga iloji boricha juhd balighini sarflashlikka ularni majbur qilgan. Va taqviyatihim, ularni quvvatlashlikka va ta'yidihim, ta'yidan quvvatlash. Va law kana zalika ala munawati ahli al-islam. Agarchi mana shu narsa islom ahlini dushmanligiga bo'lsa ham deyapti. Shu darajada qavmini yaxshi ko'rganki, o'shalarga yordam berishlikda, qavmiga yordam berishlikda ular islomga dushmanlik bo'lib turganligiga ham qaramasdi hatto. O'sha ishlari, muhabbatlari hammasi ularni qavmlarini quvvatlashga majbur qilaveradi. Walau kana zalika, o'sha quvvatlashlik ala munawati ahli islom, islom ahlini dushmanligiga bo'lsa ham mayli, zarariga bo'lsa ham mayli. Va yuzaifuna amra al-islam inda ta'aruz. Ular u bilan qavmi bilan islomda ahli chiqishmay qolgan paytida ular islom amrini zaiflashtirardilar, inda ta'aruz, chiqishmay qolgan paytida. Bir-biriga muvofiq kelmay qolganda ular islom tarafida urib tashlashardi. Va yulhiquna bihi zarara, unga zararni ilhoq qilardilar, yetkazardilar. الكلام حول قسمين النفاق. هذا القسم من النفاق هو نفاق الأعمال والأخلاق،
ولا يمكن الاطلاع على النفاق الأول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من الأمور المغيبة ولا يمكن الاطلاع على مكنونات القلوب. والنفاق الثاني كثير الوقوع لا سيما في عصرنا وإليه جاءت الإشارة في الحديث الشريف 4 من كن فيهم كان منافقا خالصا إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. قال هم المنافق بطنه وهم المؤمن فرسه إلى غير ذلك من الأحاديث. Endi ikki munofiqlikni qismi haqidagi munofiqlik ikki qismini atrofidagi gap. O'shanga tegishli. Va hadha al-qism min an-nifaq huwa an-nifaq al-a'mal wal akhlaq. Oxirida aytgan munofiqlik haqidagi qism bu amal va axloqdagi nimalar? Munofiqliklar. Va la yumkin al-ittila' ala an-nifaq al-awwal ba'da sayyidina Muhammad sallallohu alayhi vasallam. O birinchi qism munofiqlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan xabar topib bo'lmaydi. Qalbdagi kufrni yashirib, zohirda la ilaha illalloh deb yurganlarni bilib bo'lmaydi. Li'annahu min al-umur al-maghiba, chunki u g'oyib ishlardan. Wala yumkin ittila' ala maknunat al-qulub, qalbdagi maknunatlarga yashiringan narsalarga esa xabar topishlik mumkin emas. Va nifaq as-sani, ikkinchi munofiqlik esa amaldagi munofiqlik kasirul wuqu' juda ham ko'p. Uni bilsa bo'ladi. La siyama fi asrina, xususan biz asrimizda ko'payib ketgan. Va ilayhi ja'at al-isharat fi al-hadith al-sharif. Hadith sharifdagi ishora munofiqlik haqidagi ishora mana shu haqida gapirilgan. Munofiq va nifoq nima emas, e'tiqoddagi nifoq emas u. Arba'un man kunna fihi kana munofiqan kholisan. U kimdagi 4 ta xislat bo'lgan bo'lsa, xolis amaldagi munofiq u. Iza tumina khana, amonat topshirsa xiyonat qiladi. Va iza haddasa kazaba, gapirsa yolg'on gapiradi. Va iza ahada ghadara, va'dalashsa xiyonat qiladi. Va iza khasama fajara, husumatlashsa urush ketadi. Fuhsh o'tib qoladi. Juda o'tib qoladi. Tortinma normal topshirmaydi. Va qala hammul munofiqi batnu, payg'ambar alayhisolom aytlar, munofiqning g'ami qorni bo'ladi. Va hammul mu'mini farasuhu, mu'minning g'ami esa oti bo'ladi. Yani jihad etanlarga qo'ylaydi, tamommi? Ila g'ayri zalika min al-ahadith, shunga o'xshagan hadislar. Deb ishora o'sha munofiq nifoq amal to'g'risidagi hadislar hammasi bu raqamga nifoqning biz zamonimizda ham ko'playdi. الغرض من ذكر أحوال المنافقين في القرآن العظيم. قد كشف الله تعالى في القرآن العظيم عن معايب المنافقين وأعمالهم وذكر من أحوال الفريقين أشياء كثيرة لتحترز الأمة بأسرها منها. Munofiqlarni ahvollarini zikr qilishdan Qur'on azim nima maqsad bor? Maqsad shuki. Faqad kashafa Alloh ta'ala fil Qur'on azim an ma'ayib al-munafiqin va a'malihim. Xudo taolo munofiqlarning ayblarini, ularning amallarini Qur'on Karimda kashf qilgan, aytib bergan. Mana buni yomon ishlarini. Va zakar min ahwal al-fariqayn ashya'a kathira. Ikkovi firqani ham, ya'ni munofiq e'tiqod bo'lsa, yoki munofiq amal bo'lsa, ikkovining ahvollarini juda ko'p narsani zikr qilgan. Li tahtadiza al-ummatu bi asriha minha. Tamomiy ummat o'shalardan saqlanishligi uchun. نموذج المنافقين. وإن شئت أن ترى نموذج للمنافقين فانطلق إلى مجالس الأمراء وانظر إلى مصاحبيهم وندمائهم يؤثرون رضا الأمراء على رضا الله تعالى. ولا فرق عند المنصف بين المنافقين الذين سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ثم نافقوا، وبين هؤلاء المنافقين الذين ولدوا في هذا الزمان ثم علموا أحكام الشريعة طريق القطع واليقين ثم أقدموا على خلافه وانحرفوا عنها. وكذلك طائفة من المعقولين الذين تمكنت في حواطرهم شكوك وشبهات كثيرة ونسوا الدار الآخرة فهم أيضا نموذج المنافقين. Munofiqlarning namunalari. Va ishita antara namuzajan lil munofiqin. Agar siz munofiqlarning namunasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, fantaliq ila majalis umara, amirlarning majlislariga, boylarning majlislariga boring. Vanzur ila musahibihim wa nudamaihim. Ularning suhbatdoshlarini, ularning hamma majlislarini ko'ring. Nudama bilan musohibata ma'nosi. Nadimlarni ko'ring. Yusiruna rizal umara ala rizalloh. O'shalarni ko'rsang, nadimlari, musohiblari amirlarning rizosini Allohning rizosidan afzal ko'ryaptilar. Wala farqa, hech farqi yo'q. Indal musifi, insof bilan qaragan odamning nazdida kimdir bilan o'rtasida farq, kimdir farqi yo'q. Baynal munofiqina allazina sami'u kalam rasul sallallohu alayhi vasallam mubasharatan bevosita janob rasulullohning so'zlarini eshitgan uchun munofiqlik keldi. Yana bu kimning o'rtasida farqi yo'q. Bayna haula'il munofiqina allazina wulidu fi hadha zaman. Bu munofiqlarniki biz zamonamizda tug'ildilar.
ثم علموا احكام الشريعه كين شريعتni ahkomini bitariqil qat'i wal yaqin aniq bildilar. Peshva namozini aniq biladi. Hamma bu gapirganlar hech inkor qilmaydigan darajada bitariqil qat'i wal yaqin bilishga imkoniyati bor. Shu zamonda to'g'ri o'sha narsalar bildi. ثم aqdam ala xilofi keyin shu ishlarni xilofiga qadam tashladilar. Va harafu anha o'sha ishlarda yuz burib ketdilar. Bu munofiqlar o'sha munofiqlar o'rtasida insof bilan qaragan farqi yo'q. Janob Rasululloh mubasharatan ko'rgan, bu hozir odamlar ko'rgan, lekin aniq biladi besh namoz farzligini. Burilib yuribdi. Musulmonman deyapti, o'sha munofiq demoqchida, amaldagi munofiq o'shadan. Akadalika toifatun minal ma'qulin. Yana bir ma'qullik ma'quliyin allazina tamakkana fi hawadis ma'qulin hamma ishda aqlga farq ko'rgan ular. Ma'qullikchilar. Aqlga o'rganib yo'q deydilar. Yana bir toifa aqlchilar borki, allazina tamakkana fi hawadis shukukun. Ularning xotiralarida, qalblarida bir shaklar o'rnashmagan. Va shubuhatun kasirada bu shubhalar o'rnashmagan. O'zi musulmon nimaga o'rata? E'tiroz qiladi. Va nasavu darul oxirata. In oxirat qavlini esdan chiqardi. Tahum aytan namuzajul munofiq. Ular munofiqlarning namunasi. Biladi? Faqat aqlga to'g'ri kelmagan shak qiladi. Janob Payg'ambar alayhisolom vasallam majalik odamdan to'g'ri ekan deb shak qilgan o'xshagan. القرآن كتاب كل عسير وعلى كل فإذا قرأت القرآن فلا تحتسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا كلا بل ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم طريق النموذج كما ورد في حديث الشريف لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فمقصود القرآن الكريم بيان كليات تلك المفاصل لا خصوص الحوادث. هذا ما تيسر لي في هذا الكتاب من بيان عقائد الفرق الضالة والردود عليها. وأظن أن هذا القدر كاف في فهم معاني آيات الجدل إن شاء الله تعالى. القرآن حرب الأسر الكتاب على كل بحر حال حتى بوسع. إذا قرأت القرآن وقت القرآن أقدم لقد جدل نقول منافقين حقد آيات من يهود نصارى فلا تحسب أن المخاصمة كانت مع قوم انقرضوا o'ylab qolmang bu muhosama tugab bitib ketgan qavmlar bilan bo'lgan muhosamalar oldin bo'lib ketgan qavmlar bularni o'ylamang faqat o'shalarga tegishli bittalarga tegishli emas bu gapni qolmang degani kalla unday emas bal momin baloin kana fima sabaqa min zaman o'tgan zamonda nima balo bo'lgan bo'lsa illa va huwa mavjudun al-yawma o'sha balo bugun ham bor bitariqil anmuzaj bi aynihi o'sha balo bo'lmasa ham o'sha namunasi bor lekin bitariqil anmuzaj كما ورد في الحديث الشريف حديث الشريف ورد بغانكم لا تتبعون البته sizlar ergashasizlar sanana man kana qablakum o'zlaringni oldin o'tib odamlarni yo'liga deganlar bular ilon iniga kirgan bo'lsa sizlar ham kirasizlar deganlar famaqsud al-Qur'on al-Karim hullat Qur'onning maqsadi nima bayoni kulliyot degan mafhum o'sha mafasidlarni kulliyotlarini bayon qilib bermoqchi alohida la xususul hawas xossatan hodisa emas bularning bir kulliy qoidasi nimalar o'sha hamma narsa ham kirib ketaveradi o'sha ishlar hammasi kulli bir andoza demoqchida endi kulliyot bir andozasi bor halol andozadan hammasi kiraveradi la xususul hawadis ya'ni o'sha xossatan bir hodisani gapirish maqsad emas shunday qolmasi kerak Qur'onda qiyomatgacha kitob qiyomatgacha kitob bo'lib chiqib ketib gapirib jim qolaveramiz Qur'onni hada ma tayassara liki hada kitob min aqoid sabirlar adashgan firqalarning aqidalari haqida gapirmoqchi bo'lgan muyassar bo'lgan narsa menga shu va rudud alayha ularga rad qilishliklarim shu va azunnu anna hadha al-qadr kafin fi fahmi oyat o'sha turta firqalar bilan tortishilgan oyatlardagi ma'nolarni tushunishlikda shunchalik miqdor kifoya qiladi deb o'ylayman.